Inshaalloh men ketaman. Xursand, men sizni yashaganimdan. Alloh xayrli qilsin, barakasini bersin. Rahmat aka, Alloh razı olsun. Muxtor baholangan o'zingiz hammasini mana olib kelib qo'ydik. Siz bilan ishlaganimdan xursandman. Alloh razı olsun. Rahmat aka. Ya Allohim, Makka va Madina shahrini ko'rish, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qadam qo'ygan joylariga qadam qo'yish tez kunda nasib etadi. O'zing xayrli qilgin. O'rta oldingi bir masala bo'yicha kelgan edim. Nima xizmat o'rtoq? Shu mahalladagi bitta odam uyi yonib ketib qoldi. Voh, esiz. O'shanga ozgina xayriya yig'ilayotgan edi. Sani Instagramda podpischilaring ko'p-ku. O'shanga bitta e'lon qilib yuborasanmi deganim. Instagramga qo'yib bera olmayman. Lekin mana buni bera olaman. Senchi Farruh, bu umraga yig'ayotgan pulingmi? Ularga olib borib berur. Men shunda bordim hisob. Rostdan aytyapsanmi? Xo'p deginsan, inshaalloh bordim hisob. Alloh.